Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmon. Assalom. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Nimaga asoslanib? Birinchidan svetoforga qizil chirog'iga o'tdingiz. Qizil chiroqdan o'tgan bo'lsam, kamera yozyapti. Peshoq o'tgan bo'lib o'rganingiz yo'q, bilasizmi? Peshoq o'tganmi? Men yozing peshoq o'tgan bo'lsa. Bugungi rezultatingizni to'ldirib oling. O 50 millionlab ham to'laganmiz. Buni bu yog'iga ham to'laymiz. Ona bilan bolani holati yaxshi, oyog'i bilan qo'lni gips qilsa. Tinchlikmi doktor, nima bo'ldi? O'zingiz bosing, siz kimsiz? Ona bilan bolani eri men bo'laman. Ahvol yaxshi aka, o'zingiz bosing. Ko'zi kim urardi? Men urib yubordim. Ko'zingga qarab yursang bo'lmadimi? O'zingni bos. Farzanding bilan ayolingni xohlagan davlatingda operatsiya qildirib beraman. Mana pulni oldi. Og'zingga yana qancha kerak bo'lsa, shuncha beraman. O'g'li bola, o'zingni bosib ol. Bitta narsani unutmang. Agar shu peshobotda sizni yaqin insonlaringiz bo'lsa nima qilardingiz? To'g'ri, siz xato qilmassiz, lekin boshqalar ularga hech kim javob bera olmaydi. Komandir menga aqllilik qilmang aka. Ketishingiz mumkin oq yo'l. Bo'pti.